esdan chiqarmanglar o'rtoqlar, hech qachon 100% garantiya beraman degan insonlar moshenniklar hisoblanadi. Yaqinda bitta bemorimiz oldimizga keldida, oshqozonda yarasi bo'lgan, bitta ziravorchiga borganda tozalovchi mahsulot bergan. Bu esa unga zarar bergan. Soxta ziravorchilar, soxta tabiblardan ehtiyot bo'linglar. 100% garantiya beraman mahsulotimga deyaptimi? Telefonda yoki borganingizda u insonga umuman ishonmang. Shifo Allohdan. Sababchimiz, oshqozon muammoyingiz bormi? Qayeringizda sizni mizojingiz qanday? Oldin qanaqa kasal bo'lgansiz deb surishtirmayaptimi? U insondan qo'rqinglar. Haqiqiy tabiblar, haqiqiy doktorlar nima qiladi? Kasallikka bironta bemorga berayotganda birinchi surishtiradi. Oldin qanaqa kasal bo'lgansiz, nima bo'lganini deb surishtiradi. Keyin oz-ozdan iste'mol qiling, agar ma'qul kelsa, organizmga tushsa, keyin iste'mol qiling deydi. Hozirgi kunda mana hozir juda ham ko'payib ketyapti. Tabiblar, soxta, misol uchun akkauntlar boshqa insonlar bular esa yosh organizmga zarar beryapti. Oddiy giyohlarni ham misol uchun protivpokazanlari ham bo'ladi. Uni to'g'ri iste'mol qilish kerak. Vaqti-vaqtida aynan qaysi kasalligingiz bo'lsa, shunga qarab iste'mol qilish kerak. Iltimos qilaman, shu videoni maksimal darajada tarqating. Boshqalar ham zarar ko'rmasin. Soxta insonlarni qayerdan 100% garantiya beraman degandan siz farqlab olsangiz bo'ladi. Shifoni Alloh beradi deb turib, avval birinchi kasalliklaringizni so'rab turib va unga qarab turib lecheniya oladigan bo'lsa, bu haqiqiy tabib, haqiqiy doktor bo'ladi. Izohda o'z fikringizni qoldirib keting. Sizda ham shu holatlar bo'lganmi?